Uy sharoitida bo'yin sohasidagi og'riqlarni ketkazishlik uchun 3 ta mashq. Birinchi mashq qorin bilan yotgan holatda tirsakka turamiz va dahanimizni o'zimizga tortamiz. 10 tadan 15 tagacha qilamiz va boshni engashtirganda bo'ynimizda hosil bo'lishi kerak. Ya'ni tikka turib dahanimizni o'zimizga tortamiz o'zimizga. Albatta bunda ikkita qo'y o'rtasida muskullarni cho'zilganini, nagruzka tushganini his qilishimiz kerak, напряжение his qilishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, bu ham tirsakda turgan holatimizda cho'zamiz. 2 yonli muskullarimiz cho'zilganini his qilishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shu mashqni 10 ta 15 ta qilamiz. Uchinchi oddiy mashqimiz orqa bachasi bel bilan yotgan holatda dahanimizni ko'krak qafasga olib kelishga harakat qilamiz. Buni ham xuddi 10 ta 15 ta holatga qarab qilamiz. 3 ta mashq bilan, oddiy mashq bilan bo'yin sohasidagi og'riqlarni ketkazishimiz mumkin bo'ladi.